Demak, tahlilni boshlayapmiz. Hop. Aytish bo'yicha ketma-ket kelgan natural sonlar uchun e kub 89 plus e kubga teng ekan. Xo'p, ixtiyoriy ketma-ket kelgan natural sonlarning e kubi 1 ga teng bo'lishi aniq. Demak, ketma-ket kelgan natural sonlar e kubi 1 ga teng. E kub tenglik 89 plus e kubni o'rniga 1 qo'yaman. Shunda e kub tenglik 90 bo'ladi. Endi ketma-ket kelgan natural sonlarning e kubi albatta ularning ko'paytmasi bo'ladi. Sababi e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlarni e kubi ularni ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, albatta 9 bilan 10 degan ketma-ket kelgan sonlar bo'lyapti. Bularni qo'shsak 19 bo'lyapti. E kubi 90, e kubi 1 bularni. Demak, bizda 19 degan javob bo'ladi. Keyingi misolimiz sinus 2x barobar kosinus x minus sinus x ni qaus kvadrat ekan. Demak, sinus 2x barobar yoyaman. Kosinus kvadrat x minus 2 ko'paygan kosinus x ko'paygan sinus x plus sinus kvadrat x desak bo'ladi. Sinus 2x barobar mana bu kosinus kvadrat x bilan sinus kvadrat x yig'indisi 1 ga teng. Ikkita kosinus x sinus x ko'paytmasi sinus 2x ga teng. Buni chap tarafga bo'lsam ikkita sinus 2x bo'lib qoladi. Bu 1. Bundan sinus 2x ni topsak 1 taqsim 2. Endi bu yerdan tenglamaga yechadigan bo'lsak 2x barobar minus 1 darajasida n qachon 1 taqsim 2 ga erishadi? Pi taqsim 6 da pi taqsim 6 30 gradus deb ketay. 30 plus pi n 180 n. 2 ga bo'lib olsam x barobar minus 1 darajasi n. Demak 15 plus 90 n. Bizda n ga son qo'yganimizda 0 va 180 orasida chiqish kerak. 0 qo'yadigan bo'lsam 15 chiqadi. 15 degan javob yo'q, berilmagan. Endi o'rniga 0 beradigan bo'lsak, endi o'rniga 1 bersam nima bo'ladi? Minus 1 da birinchisi 15 plus 90. Bu degani minus 15 plus 90. Ya'ni 75 gradus. Mana 75 gradus javob bor. Xo'p. Keyingi misol. Funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli barcha butun sonlarning yig'indisini toping. Demak, mana logaritmni aniqlanish sohasi argumentimiz. Xo'sh, 0 dan katta bo'lish kerak. Qayda qoldi mana? X minus 1 katta 0, bundan x katta 1. Endi ildizda aniqlanish sohasiga ko'ra ildiz ostidagi ifodamiz 0 dan katta yoki teng bo'lish kerak. Bundan bitta minusga bo'lsam x kvadrat minus 6x minus 16 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Demak, bunda vertaladigan bo'lsak 8 va 2 bo'ladi. Yig'indisi plus 6 ni berishi minus 2 bo'lishi kerak. Va minus 2 u 8 oralig'i uchun mana ichkari javob bo'lyapti. Musbat, manfiy oraliqlar ichkari javobda va 1 dan kattalar. 1 dan kattalar. Demak, bu yerda bir javobga kirmagani uchun 2 dan boshlab 8 gacha sonlar yig'indisi. Demak, boshiga oxirini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Nechta son bo'lsa, shunga ko'paytiramiz. Bu yerda 1 dan 8 gacha emas, 2 dan 8 gacha bo'lgan 7 ta son bor. 10 2 ga bo'lsam 5 ko'paygan 7. Demak, 35 ekan yig'indisi. Hop, fx uchun f'(x) 540 bo'lsa, f'(2) 540 bo'lsa, fx ni o'zi esa bizda berilyapti. Hop, x kub minus 2x kvadrat plus x plus 1 ni darajasi n bo'lsa, n ning natural qiymatini toping. Demak, hosil olamiz. Birinchi daraja bo'yicha olaman. Daraja oldiga tushadi. Darajadan 1 beriladi. X kub minus 2x kvadrat plus x plus 1 da n minus birinchisi va ko'paytirilgan ichkarini hosilasiga ko'paytirib qo'yaman. Ichkarini hosilasi 3x kvadrat minus 4x plus 1. Shu 540 bo'lishi kerak. X ni o'rniga 2 qo'ysam. Endi ko'paygan 2 ni qo'ysam 8 minus 8 plus 2 plus 1 ni n minus birinchisi ko'paytirilgan. Bu yerda 2 qo'ysam 12 minus 8
plus 1 teng 540 ga. Hop, n ko'paygan bu yerda 3 ni n minus birinchisi va mana bu yerda hop 5 chiqyapti. 540 ga 5 ga bo'lsam 2, demak 108. N ko'paygan 3 ni n minus birinchisi teng 108 ga. 108 degani 36 kere 3 degani. Hop, n ko'paygan 3 ni n minus birinchisi. Mana buni ham 4 ko'paygan 9 desak, 2 ni kvadrati 3 ni kubi bo'ladi. Hop, mana shunday holat bo'lyaptimi? 108 36 kere 3 4 kere 9 2 ni kvadrati 3 ni birinchisi bo'lyapti ekan. Bo'ldi. N kerak bizga. N barobar 4 bo'lyapti ekan-da mana. 4 bo'lganda mana bu yerda 4 ko'paygan 3 ni kubi teng 2 ni kvadrati ko'paygan 3 ni 3-chisi bo'ladi. Mana 3 ni 3-chisi teng 2 ni kvadratlari teng. Demak 4 degan yechim chiqyapti. 9-chisiga kelibmiz. Hop. Integral x kvadrat ko'paygan fx x ni 4-chisi minus 4x ni kubi bo'lsa, bizdan f3 plus f'3 so'ralyapti ekan. Demak, bu yerda bitta hosila olsak ikki tarafdan, mana bu integral bilan hosila teskari amal, x kvadrat ko'paygan fx chiqadi chap tarafdan. O'ng taraf hosilasi 4x ni kubi darajaga oldiga tushib darajadan 1 ayrilyapti minus 12x ni kvadrati. Hammasini x kvadratga bo'lib olsak fximiz kelib chiqadi bizga 4x minus 12. Bunga 3 qo'yishimiz kerak. f3 barobar, demak 4 kere 3 12 minus 12 0 chiqyapti. Va f'3 kerak. f'(x) topsak, bundan hosil olsak 4 ni o'zi chiqadi. Chunki sondan hosila 0, 4x dan hosila 4. Demak 3 qo'ysak ham baribir 4 o'zgarmas son bo'lyapti. Demak natija 4 bo'lyapti ekan. Hop, keyingi misol. Mana shu sohani y o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismni hajmini topishimiz kerak bo'lyapti ekan. Xo'p, menimcha vaqtimiz yetmay qoladi. Shuning uchun keyingi videoda tashlayman.